Dunyo o'zbeklari bosh muqarriri Ismat Xushevning Qirg'izistondagi o'zbeklar lideri Qodirjon Botirov, ya'ni men bilan Istanbul shahridagi uchrashuvdagi savollariga javoblar. Birinchi savol. Qirg'izistondagi 2010-yilgi urush, o'zbeklar qatliami arafasida mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat qanaqa edi? Hammamizga ma'lum, 2005-yili oranjiy revolyutsiyadan keyin Kurmonbek Bakiyev hokimiyatga keldi. Askar Akayevich Moskvaga qochdi. Askar Akayevichning oxirgi qilgan yillaridagi rahbarligida bo'lib o'tgan bir to'p korrupsionniy, semeyniy, klanoviy davlatni boshqarish sistemalari o'zining natijasini berdi va oxiratda revolyutsiya bilan yakun yasadi. Hokimiyatga kelgan Kurmonbek Bakiyev respublikani demokratik yo'nalishda olib boraman va parlament boshqaradi. Правительствоni parlament formirovat qiladi degan va'dalarning ustida turib, yangi konstitutsiya qabul qilindi. Yangi правительство formirovatsiya bo'ldi va ish boshlandi. Ish boshlash davomida Kurmonbek Bakiyev elda oldida bergan bir to'p va'dalarini ustidan chiqolgan yo'q. Albatta bu atrofiga to'plangan odamlarda hammasini Bakiyevni atrofiga to'planganlar asosan bu Askar Akayevichni hokimiyatdan ketkizish maqsadida bu respublikaning janubida Bo'libom O'sh viloyati, Jalolobod, Batken viloyatlaridan kelgan xalq, ularda har bittasini ish bilan ta'minlayman, katta oyliklar beramiz, uylik, joylik bo'lasan va bir to'p yana ekonomik reformalar qilib, sotsial направленияda yaxshi o'zgarishlar bo'ladi degan har xil so'zlarni va'da berib, buni arkasidan kelgan xalqni albatta hammasiga Qirg'izistondagi jamiki davlat strukturalarida bunaqa ishni ta'mirlab berish o'zi muammo masala bo'lgan. Shuning uchun asosiy va'dalarini birontasini ham ustidan chiqolmaganini ochiqdan ochiq o'zi tan olib, menga faqat vakolat kerak, vakolat bo'lmasa bo'lmaydi, men prezident, parlament boshqaradigan sistema, buning uchun konstitutsiyaga yana o'zgartirish kiritish kerak degan maqsadda qisqa vaqtda konstitutsiyaga o'zgartirishni kirgizdi. O'zining oldiga qo'ygan maqsadlarga erishdi va vaholanki o'zi bilan birga revolyutsiya qilgan hamma kadrlarni davlat sistemasidan bosqichma-bosqich hammasini siqib chiqardi. O'zini kadrlari o'ziga sadoqat bilan ishlaydigan kadrlarni olib keldi. Asosan buni eng yanida turib yordam beradigan oilasi bo'ldi. Maksim Bakiyev bilan Marat Bakiyev ikkita farzandi, qolaversa ukalari Janish Bakiyev, Ahmad Bakiyev, Odil Bakiyev, Qanibek Bakiyev va shunga o'xshagan bir to'p yana qarindosh urug'lar hammasi buni atrofiga to'plandi. To'planishib, bular ham eski holatda qanday oxirgi o'zini davrida Askar Akayevich boshqargan bo'lsa, bular yana ham kattaroq masshtabda davlatni oilaviy urug'lik nuqtai nazardan hamma atrofiga o'zini yaqinlarini to'plab davlatni boshqarish va o'mirish boshlandi. Buni albatta el ko'rdi, lekin bu butun qo'lidagi bor imkoniyatlarni ishlatdi. Avvalambor butun jurnalistlarni ishga soldi. Qolaversa radio, televideniya, gazeta, jurnallarda ochiqdan ochiq o'zini yangi ish qilayotganlarini yolg'on yashiqlar bilan ko'rsatishni boshladi. Har xil siyosatchilarga ochiqdan ochiq Kurmonbek Bakiyev 1 yil, 2 yil mana endi ishlayapti. Bunga ozgina fursat berishimiz kerak. Axir 15 yil ishlagan Akayev ham hech narsa qila olgan emas, bunga ozgina imkon beraylik degan shunaqa so'zlarni eldi ichida gapirtirib, o'zini qandaydir olib borayotgan ishlarini imkon bor darajada elga yetkazmasdan o'zini faqat shaxsiy manfaati uchun ishlashni boshladi. Albatta bu masalalarda hammasini bu oldindan bilgan, sababi Askar Akayevich davrida bu oddiy hokimlikdan Qirg'izistonda premyer ministrlik lavozimiga dori yetib borgan. Askar Akayevich davrida hamma bahonalarni bosib o'tgan bunday tajribali inson albatta Askar Akayevichning qanaqa holatlarda, qanaqa sxemalarda, qanaqa davlatni byudjetini yo'mirish,
kelayotgan kredit, grantlarni qanaqa qilib chetga olib chiqishlarni hammasini kuzatib borgan odam bu o'zini komandasi bilan bu narsaga mukkasiman kirishib, astaydil ana shu qilgan askar akayishda 15 yilda qilganini qisqa 5 yil ichida bu katta masshtabda qilib, ham katta mablag'da o'zlashtirib tashqariga chiqarishdi. Albatta bu ertaga xalq oldida javob berishi aniqligini sezganligi uchun bu atrofida o'zini ustozlaridan Husayn Sidiqovga o'xshagan shu natsional fashistlarni bittasini o'zini administratsiyasiga boshliq qilib olib keldi. Ikkinchisini go'sekretar qilib Adaham Madomarovni, Topchibek Turgunaliyevga o'xshagan, Azimbek Begnazarovga o'xshaganlarni gen prokuror qilib qo'yib, o'zini komandasi bilan ishga borishdi bular. Qolaversa, bular eng yomon qilgani Qirg'iziston davlatining ichida millatchilikni olg'a surdi. Qirg'iz millatidan boshqasi hammasi ochiqdan ochiq bu kvartirantlar, Qirg'iz xalqiga bular xizmat qilish kerak, faqat davlat strukturalarida qirg'izlar ishlash kerak, boshqalarga o'rin yo'q degan ochiq so'zlar aytilish boshlandi. Va qolaversa biz hammamiz bilamiz, Askar Akayev davridan boshlab Bakiy davriga qadar russkiязычный xalq asosan Qirg'izistondan ko'chib oldi. Lekin o'zbek xalqi, tojik, uyg'ur va boshqa dungan xalqlari ketadigan yeri yo'q, vatani shu yer. Shuning uchun bu xalqlarga nisbatan ochiqdan ochiq bosim, har xil bosimlar, ta'ziqlar o'tkazish boshlandi. Shaxsan Iskra qishlog'ida Dungallar yashayotgan yerga hujum uyushtirib, qirg'izlar tarafidan dungallarning butun mol-mulklar talon-taroj qilinib, o'zlarini quvib chiqishdi. Ko'hyong'o'da eski shaharida turklar yashaydigan mahalla bo'lgan. Bu kurdlar, shaxsan shu kurdlar uzoq yillar davomida joylashib qolgan kurdlarni bir kechada hammasini uysiz joysiz quvib chiqishdi. Mayevkada va boshqa Kamishanovkalarda bir to'p yerlarda turklarga, ruslarga nisbatan, Lebedenovkada ruslarga nisbatan shunaqa bir choralar ko'rildi. Lekin eng asosiy bular yomon ish qilgani o'zbeklarga nisbatan ham ochiq, oydin provokatsion ishlarda olib borishdi. Bular tez kunlarda islom fundamentistlari ko'payib ketdi, islom terroristlari yuribdi, bizda xabarlar bor deb bir to'p qonunlar qabul qilindi. Shu qonunlarda asosiy qabul qilishdan maqsad Zapad davlatlardan katta mablag' ajratayotganini sezgan bu Bakiyev va atrofidagilar bu pulni ham olishdi. Qaysi yo'ldan bo'lishdan qat'iy shu pulni ham olib o'zlashtirishni oldiga maqsad qilib qo'ydi va buni yo'nalishida bir to'p antiterroristik meropриятиялар o'tkazdi. Shaxsan Jallovotda o'zida men o'zim ko'rgan holat juma kuni, juma namozidan keyin o'zbek mahallasini ichida bir kishi yashamagan xonadonga bolnitsani morgidan 4-5 ta o'lik olib kelib, ana shu o'liklarda bu majahidlar keldi. Majahidlar bugun qurollangan, bugun islom terroristlari shu yerda O'zbekistonda opozitsionerlar bilan birgalikda bu yerga joylashgan. Biz bularda ushaymiz deb turib 3 soat 4 soat davomida katta brana texnikalar, spetsnazlarda olib kelib ularga hujum uyushtirib, ular 3-4 soat o'liklar bilan urushdi va oxiri o'liklarni yutib, ularda hammasini o'ltirib, shunaqa spektakl qo'yishib, o'zlarini shunday bir katta ish qilgan qilib hisobotini berishdi. Xuddi shunday narsa bizning mahallamizda bo'ldi. Bu mahallamizdagi Abdulhamid akaning 2 ta farzandi mana shu hech qanaqa aybi yo'q insonlarni to'g'rima-to'g'ri shulardan qochganning evaziga ochiqdan ochiq kupa kunduzi kuni hech qanaqa sudsiz, aybsiz shularni otib tashlandi. Qo'yingki, bunaqa o'zbeklarning ichida ochiqdan ochiq shunaqa bosimda o'tkazishdi bo'lsa, o'zbeklarni qo'rqitish va shunaqa qo'rqitishlarni asosan joy-joylarda juda bir tez va qisqa vaqtda ichida uyushtirishni boshladi. Novqatdan bir to'p o'zbeklarni olib kirib qamadi. Jallovotda o'zida bir necha bor provokatsiyalar bo'ldi. Suzoda Qizil bayroq ishlarida bir necha bor provokatsiya bo'ldi. Olabuqa, bozor ko'rgan va hokazo o'zbeklar kompaktni yashagan joylarda shunaqa provokatsion ishlar ochiqdan ochiq qilishni boshlandi va shu bilan birgalikda bu Quronbek Bakiyevning davrida qator zakaznoy убийстволар bo'ldi. Shu zakaznoy убийстволарni
qatorida bir to'p o'zbek farzandlarini ham otib tashlashdi. Shaxsan biz hammamizga ma'lum, O'sh shahrida Alisher Soipovni Do'mbuytani oldida otishdi. Bu jurnalist, yosh yigit, o'sib kelayotgan yigit buni ochiqdan ochiq kuppa-kunduz otishib tashladi. Xuddi shuni singari O'sh shahrini O'zbek Milliy madaniyat markazini rahbari Oybek Olimovni ro'za kunlari otishib tashladi. Va shu bilan birgalikda Qorasuv shahar masjidini imomi Ropqori Kamolovni otib tashlashdi. Bunga o'xshagan misollarni ko'p keltirish mumkin. Bularda asosiy qilishdan maqsad o'zbek bugungi kunda Qirg'iz xalqini asosiy dushmani qilib ko'rsatishdi. Bular ochiq butun Qirg'iziston gazeta, jurnal, televideniyalarida bularni ochiq aytishni boshlashdi. Bularda o'zlarini ishongan odamlari joy-joylarga hokim, gubernator qilib qo'yildi. Shaxsan O'sh shahriga Melis Mirzahmatovni hokim qilib qo'yishdi. U prezident meni o'zi saylandi deb ochiqdan ochiq o'ziga katta vakolat menga berilgan deb o'zbeklar yashagan joylarda, mahallalarda hech qanaqa qonunsiz ravishda uylar buzilishni boshlandi. Kafe, restoranlar buzilish boshlandi, ustaxonalar buzilish boshlandi. Bularga ya kompensatsiya qilib, ya pul, ya yer berishlar umuman yo'q. Har bitta o'zbekda bir shunday holatga olib bordikki, biror yerga borib bir ariza yozib, bir qonun oldida bir o'zini haq-huquqni talab qiladigan imkonini yo'qqa aylantirishdi. Mana shunday provokatsion ishlarda asosiy qilishdan maqsad bular o'zini katta qilinayotgan korrupsion sxemada davlatda o'mirib olib chiqayotgan mablag'ini ertaga javobini bermaslik. Bir holat shu bo'ldiki, davlatda totalitarniy sistemani yaratib turib, asosiy strelkani o'zbeklarga va boshqa millatlarga burishni o'zlariga plan qilib qo'yishdi. Shuning uchun Qirg'izistonda Bakiyev davridagi boshqargan vaqtni ichida Qirg'iziston juda misli ko'rilmagan darajada millatchilik yo'liga o'tdi. Misli ko'rilmagan darajada ko'p odamlar o'ldirildi. Misli ko'rilmagan darajada har xil antiterroristik shunaqa operatsiyalar amalga oshirish boshlandi. Odamlarni nohaqdan olib kelib qamalish, bu korrupsion sxema shunday bir yo'lga qo'yildiki, sud, prokuror, militsiya hammasi Bakiyevni aytganini qilib, bularda orujasiga aylandi. Katta imkonga ega bo'lgan Bakiyev oxiri va opozitsion kuchlarni ham hammasini bir kechada olib kirib qamadi. Yaxshi 7-aprel 2010-yilda davlat to'ntarishi bo'lib, Qurmonbek Bakiyev ham Asqar singari qochdi. Qochganda ham Jallovatga qochdi. Ikkinchi savol. Sizning o'sha paytda mamlakat rahbariyati bilan aloqalaringiz qandayligini ham bilishni istardik. Xususan Qurmonbek Bakiyev bilan. Men Qurmonbek Bakiyev bilan Sovet davridan tanishman. Biz bir shahardamiz. Bir shaharda katta bo'lganmiz. Lekin bizni unaqa bir do'stona, juda yaqin bir aloqalarimiz bo'lsa ham juda kam bo'lgan. Lekin asosiy munosabatlarimiz to'g'ri bo'lganligi uchun bizni Bakiyev hokimiyatga ishlash davrida, bu ana shu oddiy hokimlikdan premyer ministrga yetgan qadar bir to'p uchrashuvlar bo'lgan, bir yaxshi yo'nalishlarda bir munosabatlarimiz to'g'ri olib isha borganmiz. Lekin ayniqsa bu revolyutsiyadan keyin Qurmonbek Bakiyev prezident bo'lgandan keyin zamon o'zgardi. Men yuqorida aytib o'tdim, bular faqat o'zi, hattoki ukalari joy-joylarda, ayniqsa Ahmad Bakiyev Jallovatga xon oldi. Gubernator, hokim va boshqalar hammasi bu orqali saylanadigan bo'lib, akasi qo'ygan chog'ida ham, prezident qo'ygan chog'ida ham hisobotni shu Ahmad Bakiyevga berishadigan bo'lib, Ahmad Bakiyevni aytgan degan bo'ldi Jallovatda. O'shda bu nimani Janish Bakiyevni aytgan bo'ladigan bo'ldi. Batkenda
Qanibek Bakiyevni aytgani bo'ladigan bo'ldi. Shunaqa qilib bular viloyatlarda ukalari ham bo'lishib olgan. Shu holatlarda albatta biz attashyeniyamiz tubdan yomon tarafga o'zgardi. O'zgarganda men deputatlikka qo'yganda bularda Yusuf Salij degan bir akasi, Qurbonbek Bakiyevning ukasi men bilan saylovga billa borgan. Men birinchi turda yutib chiqqandan keyin albatta oramizda shunaqa bir yaxshi munosabatlar yomonga aylandi. Qurbonbek Bakiyev hokimiyatga kelgandan keyin albatta bu yuqorida aytib o'tilgan shu konstitutsiya masalasi bo'yicha biz o'zimizni qattiq turib qo'llamaganimizdan keyin bizni o'zini kabinetiga chaqirib turib qo'llab berishni iltimos qilganda ham biz o'zimizni fikrlarda ochiq bayon aytib, ochiq o'rtaga tashlab, chunki bu konstitutsiya asosiy qonun, butun xalq teng huquqli bo'lish kerak degan masalalarni qo'yganmiz. O'zbek tilini albatta rus tili bilan birgalikda ofitsialniy tilga qilib qo'yilishini talab qilganmiz. Qurbonbek Bakiyev bizdan shaxsan mendan mana meni prezidentlik qo'lim, men o'zbek tilini ofitsialniy til qilib beraman. Faqat shu konstitutsiyani qo'llab bering, chunki 3 dan 2 golos bilan, tovush bilan o'tadi bu konstitutsiya. Hozir biz o'zbek tilini bunga qo'shsak, boshqa qirg'izlar ham buni qo'llamay qo'yish ehtimoli bor. Shuning uchun men va'da beraman, davlat tili qonuniga qirg'iz tili ofitsialniy davlat tili bo'lib, rus tili va o'zbek tili rasmiy til qilib turib men o'tkazib beraman degan va'dani berdi. Shunda spikerimiz Marat Sultonov ham o'rnidan irg'ib turib, qo'lini ko'ksiga qo'yib, Qodirjon aka, men ham va'da beraman, albatta bu qonun 50% tovush bilan o'tadi. Bunga bizni kuchimiz yetadi, o'zbek tilini albatta biz ofitsialniy til qilib o'tkazib beramiz, rasmiy til qilib o'tkazib beramiz degandan keyin biz ularga ishonib bularda proyektini qo'llab berdik. Lekin aks holda Qurbonbek Bakiyev bizni aldadi, bizga bergan va'dasini ustidan chiqmadi. Shundan keyin biz Jallovotda Abdumutalov Hakimov Suzodan deputat, men Jallovotdan deputat bo'lib saylanganman. Butun xalq ichida tushuntirish ishlarini olib borib, katta miting qilib, shu mitingda biz talab qo'yganmiz. Albatta shu mitinglar Bakiyevga qarshi bo'lganligi uchun Bakiyev ochiqdan ochiq bizga o'zi ana shu paytda o'zida o'zi shaxsan menga nisbatan qattiq choralar ko'rishni boshladi. Ukalariga joy-joylarda vazifani berib, shu biz universitetga tegishli 50 kvartiralik uylarni bostirib olishdi, ishxonalarimizni bostirib kirishi, yerlarni bosib olib, shunaqa qo'ygan masalalarni agar shundan nima qilsang, qaytsang, biz значит senga ham yerda bo'shatib beramiz. Agar qaytmasang, значит biz bularni hammasini tortib olamiz degan shunaqa ishlarga dor bor. Shuning uchun Qurbonbek Bakiyev bilan oxirgi yillari biz attashyeniyamiz mutlaqo yaxshi bo'lgan emas. Uchinchi savol. Marhamat qilib aytingchi, urushga asosan nima sabab bo'ldi? Nimadan boshlandi bu urush? Uning sababchilari qirg'izlarmi yo o'zbeklar? Men o'zimning so'zimda yuqorida aytdim, Qurbonbek Bakiyev davrida qanaqa Qirg'izistonda holat bo'lgan. Albatta bu 7-aprelda revolyutsiya bo'lmasa ham Qurbonbek Bakiyev baribir qirg'iz-o'zbek urushini qilishda tayyorgarligini oldindan ko'rib bo'lgan edi. Faqat bunga bir vaqt kerak ekan, lekin 7-aprel bo'lib bu odam bu narsaga erisha olgan yo'q. Endi bu urushda asosiy sababchilari bu kimlar? Men ochiq aytishim kerak, Qurbonbek Bakiyev Jallovotga qochgandan keyin bu Jallovotga bekarga Bishkekni tark etib bekarga kelgan. Birinchidan bu Jallovot, ikkinchidan hamma ukalari janubda bo'lgan. Qolaversa butun tug'gan urug'lari, do'stlari, o'zini qo'ygan kadrlari, hattoki gubernator, hokim, prokuror, sud, SMB, politsiya, militsiya, hammasi bularning strukturasidagi jamiki oddiy lavozimdagi militsionerlar ham va boshqa xodimlar ham shularga
qarashli odamlar bo'lgan. Shuning uchun o'zini kuchini borligi, pozitsiyasi borligini aniq bilgan holda Jallobodga kelgan. Lekin Jallobodni asosan shu paytdagi Roza O'tunboyeva boshchiligidagi Временный правительствоsi birontasi ya Jallobodga ya O'shga kela olgan emas. Sabab kelsa ular nima bo'lishini aniq o'zlari bilishar edi. Shuning uchun bugun ko'kragini urib giroy bo'lgan Azimbek Beknazarov, O'mirbek Tekebayev, Emil Kaptagayev, bu Ismoil Isakov bunga o'xshagan giroylar birontasi qadam bosib kela olgan emas Jallobodga. Lekin shunga qaramasdan Kurmanbek Bakiyev nimadan chiqib ketgandan keyin, Qirg'izistondan chiqib ketgandan keyin bular katta bir spes operatsiya o'tkazishib, Kurmanbek Bakiyev ukalari Janish Bakiyev, Ahmad Bakiyevlarni va boshqalarni hibsga olamiz deb Jallobodda katta operatsiya tayyorlanib, bu provalman tugadi. Men yuqorida aytib o'tganday, o'tgan singari bu Jallobodda haqiqatda O'shda bularning pozitsiyasi kuchli Bakiyevlardi. Unga Husayn Sidiqovich storonniklari butun qo'shilgan. Bular qattiq ish borishgan. Topchibek Turgunaliyev, shunga o'xshagan butun bularda atrofidagi kuchlar hammasi. Bular birgalikda tayyorlagan oldindan o'zini strukturalar bo'lgan, shularda hammasini ishga tushirishib, davlatni yuk tarafini biz bermaymiz, kerak bo'lsa bo'lib olamiz degan maqsadda 13-may 2010-yilda Qirg'iziston janubini bular egallashdi. Egallaganda ham oblastnoy administratsiyalarda Jallobod, O'sh va Batkenda egallashdi. Qurollangan kuchlar bilan bular qattiq turib bu narsani himoya qilib, o'zlarini gubernatorlarini saylashdi. Ana shu kuninglar kechasi Roza O'tunboyeva ochiqdan ochiq televideniyadan chiqib turib, revolyutsiya xavf ostida, xalq buni himoya qilmasa bizni qurbimiz, bizni kuchimiz yetmaydi degan ochiq обращениялар bo'ldi. Azimbek Beknazarov undan keyin istifoda qilib, u ham shu so'zlarni qaytaladi. Vaholanki biz o'zbeklar, o'zbek liderlarini bu revolyutsiyadan keyin hammamizni Roza O'tunboyeva Bishkekka taklif qilgan. Meni bir necha bor taklif qilgandan keyin bir to'p o'zbeklarni iltimosiga ko'ra bo'pti deb men borganman. Borgandan keyin meni shu prezidenti konsultativniy sovet qilib shunga a'zo qilib qo'shishdi. Chunki ichki ishlar vaziriga, Milliy xavfsizlik komitetining raislariga ishonch yo'q. Bular mutlaqo noto'g'ri informatsiyalar olib kelyapti. Xalqda işte bo'layotgan narsalarni bizga telva teskari qilib yetkazishyapti. Shuning uchun xalq bilan biz to'g'rimi-to'g'ri ish olib borishimiz kerak, birga ishlashaylik degan masalani oldimizga qo'yib, o'zbeklar chetda turmasin. Mana tarixiy voqea bo'lyapti. Mana shu revolyutsiyada qatnashib, o'z haq-huquqlarini o'zbeklar ham talab qilib olsin. Konstitutsiyaga kerak bo'lsa o'zbeklarni butun davlat boshqarishiga biz bundan buyuk olashtirishimiz kerak. Sizlar biz bilan birga bo'lishinglar kerak degan shunaqa bir va'dalarni berishib, Roza O'tunboyeva, Almaz Atambayev, O'mirbek Tekebayev, shunga o'xshagan butun shu Emil Kaptagayevlar hammasi shu va'dalarni berishib, o'zbeklarni bugungi kunda shu Временный правительство demokratlar bilan birga bo'lishini ochiqdan ochiq so'ranishgan. Biz ularning gapiga ishongan holda bularni qo'llab-quvvatlaganmiz. Xuddi 13-mayda bo'lib o'tgan ana shu nimadan keyin bir to'p shunaqa telefonda zvonovlar bo'lib, mendan iltimos qilib, boshqalarga ham zvonov qilib iltimos qilishib, shularni qo'llab-quvvatlab berishini so'ranishgan. Albatta, biz 14-mayda hamma bilan birgalikda borib, oblast administratsiyasini va maydonini ulardan tozaladik. Lekin tozalashdan oldin ular men yuqorida aytib o'tdim, qattiq tayyorgarlik ko'rgan, barrikadalar qilgan, qurollangan. Birinchi borganda shu qurollangan odamlar o'q uzdi. O'q uzganda 2 odam halok bo'lib, bir necha odam yarador oldi. Shundan keyin rayondan keyin asosiy bularning tarafdorlari Временный правительствоning tarafdorlari, O'mirbek Tekebayevning Atamagan partiyasining asosiy odamlari hammasi qochib ketib-yordi. Biz qochadigan yerimiz yo'q, o'zbeklar qoldik. Biz oxiriga turib
Oblastnoy administratsiyani bo'shatib, maydonni tozalab, gubernatorni yana o'zini o'rniga o'tkazib, masalani hammasini 14-kuni kechga hal qildik. Ana endi bu временный правительствоning oldida vazifa turgan. Bu vazifa endi o'zbek tuyg'unlarida talablarini amalga oshirish kerak. Ertaga parlament saylovlari bo'lgan bo'lsa, bunaqa uyushilgan xalq juda katta tovush olib parlamentga asosan deputatlar shular bo'lib keladi degan prognozni bular ochiq bilgandan keyin endi o'zbeklarda qana qilib biz bu o'yindan chiqarishimiz kerak degan masala bularda turgan. Birinchi o'chirda albatta men va meni atrofimdagi o'zbek liderlari. Shularda bir asosan bular yo'qotish maqsadida 19-mayda shu Bakiyev storonniklari tarafidan uyushtirilyapti degan o'yin maqsad bilan ipodromda butun qirg'iz xalqini to'plab bizi adresimizga, universitetda adresiga va o'zbeklarda adresiga juda yomon so'zlar aytilib, elni shunga tayyorlab, bizi universitet, xalqlar do'stligi universitetiga ularni militsiya o'zi saprovozdat qilib kelgan. Ular keyinga qadar 300 ga yaqin spetsnaz kelib universitetda o'rab olgan. O'rab olganda ham ochiqdan ochiq bizga nima bo'layotganini sir tutishgan bular. Sir tutib, ashada studentlar o'qiyapti, litseyda maktab bolalari o'qishyapti. Shunga qaramasdan, ashi ipodromdan uyushtirilgan butun yosh qirg'iz bolalarni aroq berib, ichkizishib, natsional fashistlar o'zlari boshida turib, ipodromdan o'zi tosh, kaltak, qo'lga kirgan narsalarni olib kelib universitetga hujum uyushtirishdi. Albatta buni boshida Bekbulut Ibragimov turgan. Bu narsalarda hamma video zapislari bor, qanaqa qilib tashkil qilganlari. Shunga qaramasdan o'zbek xalqi ham bu bo'layotgan ishlarni eshitib, butun Jallovot shahridagi mahallalardan o'zbeklar oqim bo'lib nimaga kelishdi boshlagan? Universitetga. Va shaharda atrofidagi qishloqlarda yashayotgan o'zbeklar yo'ldan, shudgardan, dala taraflardan hammasi oqim bo'lib universitetga kelgandan keyin bu qirg'izlar albatta qochishadi. Hech qanaqa oldiga qo'ygan maqsadga erisha olmaydi. Bundan keyin bular tushundiki, bu yo'l bilan Jallovotda meni ya bo'lmasa o'zbeklarni bir qo'lga kiritishdi, bir imkoni yo'qligini bilgandan keyin bular 20-chislo kuni ertaman soat 5 da universitetga официальный полномочияsi bor Ismoil Isakov, bu ministr обороны временный правительствоda ministr обороны Jallovotga shunaqa katta полномочия bilan kelgan va qolaversa uni saprovozlash kelgan paytdagi komendant ichki ishlar vazirining birinchi muavini Vaqt Alimbekov birgalikda kelgan. Bularda asosan taklif qilib gaplashayotganlar Sabirov Alisher Ahmedovich deb sobiq deputat va ichki ishlar vazirida shtabning muavini Isokjon Umaraxonov deb bular kelib, bularga men bilan yaqin bo'lganligi uchun shu переговорlarni qilib, ular ochiqdan ochiq kelib, bu bo'lgan narsalar biz qilganimiz yo'q, buni Bakiyevlar qilyapti. Bizi qirg'iz xalqlarning ichida bular yomon qattiq tashviqot olib boryapti. Millatchilikka borishib, o'zbeklar yo'qolsin, ayniqsa Botirovni yo'qotasan deb masala qo'yyapti. Shuning uchun Bishkekman saglasavat qildik. Siz bir 3-4 kunga Qirg'izistondan chiqib tursangiz, bunga doimo qirg'izlarimizni bir to'g'ri yo'lga solib, mana shunday ishlarni bir eplab to'xtatib qolishda imkonimiz bor. Buni faqat yagona yo'li shu deganda, men atrofimdagilar ham maslahatga ko'nib, meni yo'q deganimga qaramasdan shunga ko'nib, men 20-chisloda Qirg'izistondan chiqib ketishimga to'g'ri kelgan. Ana endi bu narsani qilishib olgandan keyin bular yana ham ochiqdan ochiq Qirg'izistonda shu butun qirg'iz jurnalistlarini jalb qilib, radio, televideniyalarida o'zbeklar bo'lib meni vыступлениями juda bir xunuk kommentariyalar bilan
Qirg'iz jurnalistlari ochiqdan ochiq bu Batirov avtonomiya qilaman deyapti. Batirov bu hamma yurtni bo'lib olib O'zbekistonga qo'shib yuboraman deyapti. Va yolg'on yashiq gaplarni shunaqa qo'shib gapirishib, Qirg'iz xalqining ichida juda obstanovkani qattiq buzishdi. Millatchilikni ochiqdan ochiq qilishdan maqsad bugun Qirg'izistonga xavf bor, buni himoya qilishimiz kerak degan maqsadda ochiq народное ополчение tuzishib, народное ополчениеga оружиялар berishdi. Оружияni berishdan maqsadimish bu İsmail Isakov butun tog'i toshda bo'rilar ko'payib, chorvalarimizni yeb tashlayapti. Shuning uchun bu оружияni народное ополчениеga bersak, bu народное ополчение borib mana shu narsalarni tozalab bersa degan shunaqa bir bahanalarni ishlatib, butun o'zlarini военный служащийлari, отставкада turganlar, armiyalarda xizmat qilganlarni hammasini bular оружие bilan ta'minlab, o'zbek xalqini asosiy ularga nisbatan dushman qilib ko'rsatib va O'shda 2010-yilda 10-iyundan boshlab Melis Mirzahmatov boshchiligida, İsmail Isakov boshchiligida, Suyun Umirzakov boshchiligida bular o'zbeklarga nisbatan shu qirg'in ishini boshlashdi. Asosiy urush sababchilari bugungi kunda hozirgi действующий власть. Bular qirg'inni uyushtirgan bir to'p shularning boshida turganlar hozir правительствоda ishlayapti. Bugun hokimiyat, gubernator bo'lib ishlashyapti. Bugun deputat, bugun властьda turganlar shaxsan Qirg'iz millatini ashaddiy natsional fashistlari o'zbeklarga nisbatan shu qirg'inni uyushtirdi va shular tashkil qildi buni. Keyingi savol. Siz urushga qadar O'zbekiston hukumatı bilan aloqada bo'lganingizni haqida eshitgandim. Shu rostmi? Agar rost bo'lsa, bu aloqalar qaysi doiralarga mansub edi? Oliy rahbariyatgami yo shunchaki Toshkentdagi biznes doiralargami? Yo'q, men O'zbekiston hukumatı bilan hech qachon bir aloqada bo'lgan emasman. Menda bunday bir uchrashgan, ular bilan gaplashib bir qandaydir bir davlatlararo bir munosabatlarda bir imkoniyat bo'lgan emas. Ozmoz biznes направленияларida Toshkentda bir ma'lum bir kishilar bilan uchrashganmiz, gaplashganmiz. Lekin bu bugungi temaga bir oid masalalar emas, albatta. Keyingi savol. Qirg'izistondagi urush sabablari hanuz o'rganilmayapti. Uning asl kelib chiqish sabablari haqida ham rasmiy Bishkek hanuz tayinli bir gap aytgani yo'q. Shunday bir vaziyatda Qirg'izistondagi o'zbeklar qanday qilib umrguzarlik qilish mumkin? Men yuqorida aytdim. Официальный Bishkek bugungi властьda turgan hokimiyat, bu parlament, prezident va boshqalar bu narsani o'zlari uyushtirgan. Buni sabablarini siz bilan biz mana aytib o'tdik. Endi qanday qilib bugungi sababni o'zi shuni tepasida turib qilgan odam buni aytadi. Albatta bular bugungi kunda o'zlarini oq qilib ko'rsatish uchun har xil yo'nalishda aytib deb o'zlarini bir oqlash yo'liga o'tishib olgan.
Albatta ular o'zlarining ichida O'zbekda eng Qirg'izni dushmani deb turib, Qirg'inni uyushtirib, o'zlarining ichida bular giroy, natsionalni, milliy bular giroylar. Lekin butun dunyo hamjihatiyani ichida, dunyo soobchествоning ichida bular bugun yo'q, beguna odamlar. Bu uchinchi kuchlar qildi, O'zbek separatistlari qildi degan har xil bahonalar bilan bu narsaga bir jiddiy ko'z qarash qilgan. Albatta bu narsalar yaqin orada bir hal bo'ladi degan umidimiz yo'q. Chunki bu qachon vlast almashgandagina bu rasmiy Bishkek bu ishlarda aniq va ochiq aytadi, ya bo'lmasa biz bu narsani o'zimiz oxiriga yetamiz degan umiddamiz. Endi Qirg'izistondagi o'zbeklarimiz qanday holatda yashayotgani bugun hammaga ayon. Hammamizga ma'lum, o'zbeklarda urushdan keyin ustidan 5000 dan ziyod ugolovniy ish ochilgan. Bu jinoiy ochilgan ishda arkasidan 10 minglab odamlarni shunaqa следовательlar, hattoki militsiyani xohlagan Saturniga xohlagan yerga chaqirib turib, shunaqa bir o'zbeklarimizni qattiq bosimga olishgan. Bir to'p 100 minglagan o'zbeklar chetga chiqib ketgan. Bugungi holat bunaqa zulm, bunaqa bosimda xalqimizga oson bo'lmayapti. Lekin xalqimizga rahmat, shunchalik qiyinchilik ahvolda qolsa ham chidab yashab kelyapti bugungi kunda. Albatta bu narsani sabrni tagi oltin deydi. Bu narsani albatta oxiriga yetamiz degan niyatdaman. Keyingi savol. Siz urushga sabab bo'lgan asosiy voqealar haqida gapirdingiz. Bundan chiqdiki, Kurmanbek Bakiyev hokimiyatdan qirg'izlar emas, balki o'zbeklar haydagan ekanda. Shunday desak to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, albatta. 7-aprelda davlat to'ntarashi bo'lganda, bunda asosan Bishkekda bo'lgan. Oq uydan shaxsan Kurmanbek Bakiyevni oppozitsion kuchlar, ya'ni shu demokratlar quvgan. Endi bu nimani bo'lsa, Kurmanbek Bakiyev Jallovatga qochgandan keyin albatta bu men sizga bu nimani voqeani 13-14 may 2010-yilda bo'lgan voqeani aytib o'tdim. Bunda albatta o'zbeklarning kuchi bilan bo'ldi. Masalani ikkiga bo'lamiz. Birinchisi Bishkekdagi buni ofitsialniy oppozitsion kuchlar qildi. Jallovatdagi yugdagi bo'lgan ishlarda asosan buni o'zbeklar qildi desak to'g'ri bo'ladi shunda. Keyingi savol. Nega urushda o'zbek hukumatı betaraf turishni ma'qul ko'rdi? Bu Karimovning uzoqni ko'ra bilish qobiliyatidan darakmi, yo sizning tanobingizni tortib qo'yishdan dalolatmi? Albatta bu meni fikrim. Bu masalada juda bir ana shu davrda bir har xil bo'lgan. Lekin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin ko'p narsa o'zini o'rniga kelib tushdi. Va o'zimizni boshimizdan kechirgan bir to'p masalalarni shunga solishtirganimizda bir ko'zimiz oldida O'zbekistonda haqiqiy bizga bo'lgan munosabati, uni rahbariyatini bizga bo'lgan munosabati yaqqol ko'zga tashlandi. Ayniqsa bu 2010-yilda bo'lib o'tgan voqeadan keyin Moskvadagi Islom Abdug'aniyevich Karimov bilan Rossiyaning prezidenti Putin uchrashganda Islom Abdug'aniyevich shaxsan shu Qirg'izistonda bo'lib o'tgan voqealar bo'yicha Putinga aytgan so'zlarini men o'z quloqim bilan eshitdim. Bu Roza Isakovna O'tunbayeva zvonok qilib gaplashgani va gaplashganda O'zbek armiyasining bironta soldati qadam bosib kirmasligi to'g'risida va tez kunlarda, tez vaqt ichida shu nimalarni, bosqinchilarni to'xtat degan bir fikrini aytganini aytdi Putinga. Men shunda tushundimki, bir bu urushni tashqaridan tomoshabin bo'lib
qarab turgani bu ochiq, aniq bo'ldi bunda va qolaversa o uzoqni bilib uzoqni ko'ra bilib bu ishlarni qilgan degan so'zga men juda bir qaysi ma'nodaligini bir ko'p o'ylandim. Uzoqni ko'ra bilgan odam agar haqiqatda davlatlar orasidagi munosabatlarga to'g'ri ko'z qarash bo'lganda hech qachon o'zbek xalqiga nisbatan kichkina bir qirg'iz davlatida bunaqa katta masshtabda o'zbeklarga nisbatan qirg'inga yo'l qo'ymagan bo'lardi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biz ochiq oydin nashu Yasir davlati yo'q bo'lgandan keyin katta bir problemaga duchor bo'ldik. Bu problema asosan bizni o'zbeklarga va o'zbek maktablariga tegishli bo'ldi. Hammamizga ma'lum, Yasir davrida butun qo'llanma materiallar, darsliklar, maktab programmalari va qolaversa ularga o'qituvchilarni O'zbekistondan tayyorlab jo'natildi. Endi mustaqil bo'lgandan keyin Qirg'izistonda Ma'rif vazirligi hattoki o'zbek maktab borligini ham hayoliga keltirganmiz. Ya bironta direksiya, bironta bir upravleniya ochib shu bilan shug'ullanish niyati ham bo'lmadi. Asosiy ular o'zlarining problemasi bo'lib, byudjetda defitsiti bo'lganligi uchun hali Qirg'iz maktablari ham bir qiyin bir ahvolda bo'lgan. Lekin shu paytda O'zbekiston bir taraflama shu qilinayotgan bor, o'sha oldindan qilinib kelgan narsalar to'xtatdi. Biz mana shu masala bo'yicha O'zbekistonga juda ko'p bordik. Bo'lib ham bir to'p delegatsiyalar bilan bordik. Bu Batkendan, O'shdan, Jallovotdan va rayonlardan kelgan odamlar kimi qayerda qanaqa tanishi bo'lsa O'zbekistonda hamma tanish bilishdi. Shu uchrashib shulardan iltimos qilib bizga yordam berishini so'randi. Hamma narsa borib, o'sha Ma'rif vazirligiga borib taqalyapti. Bosh vazirga borib taqalyapti, oxir borib prezidentga borib taqalyapti. Biror marta Islom Abdug'aniy bu masala bo'yicha bironta qirg'izistonlik o'zbekni qabul qilgan yo'q. Biron marta premyer ministr qabul qilgan, hattoki Ma'rif vaziri eshigini ochib ham qo'ygan yo'q. Mana shu problemalar qolib ketdi. Lekin bizni xalqimizni hammamiz yaxshi bilamiz, biz ko'p farzandli. Farzandlar albatta o'qish kerak. Bularda o'qitmaslikning iloji yo'q. Imkon darajasida biz o'zimiz harakat qildik. Shu chet el bir sponsorlarini topib, o'zimiz biznes yo'nalishida ishga borib, bundan topgan daromadlarimizni shu maktablarda darsliklar bo'lsin deb turib, shu kitoblar chiqarishdi, darsliklar chiqarishdi, yo'lga qo'ydik. Lekin bu asosiy masala boshqa narsada bo'lyapti. Bunaqa katta xalqni farzandlarini ochiqdan ochiq keyin siz bilan biz ko'rdik. Ayblash boshlandi. O'zbeklarning bolalari har xil islom oqimlariga kirib ketyapti. Islomiy yo'nalishda bular katta bir hizb tahrir bo'ladimi? Boshlanishda vahobiylar bo'ladimi? Keyin ahmadiylar bo'ladimi? Boshqasi bo'ladimi? Bir to'p varaqalar tarqatib, boshqa tarqatib, boshqa narsalar kiryapti degan yana tuhmatlarga ham duchor bo'ldi. Endi qarang, uzoqni ko'ra bilgan odam bu antiterroristik, antiislamistskiy degan katta bir sarflarni qilib, katta strukturalar tuzib, ularni varujat qildirishdi o'rniga misol oddiy shu maktabda bolalarga ta'lim, tarbiya berib, ana shularni kerakli narsa bilan ta'mirlashdi sarfini qilsa, ash ketgan mablag'larda 10-15% ketardi. Agar shuni uzoqni ko'ra bilishlik deb aytadigan bo'lsangiz, mana sizga misol. Qarang nima bo'lyapti. O'zbekiston bilan Qirg'iziston orasida bir umrga do'stlik shartnomasi tuzilyapti. Biz xursand bo'lyapmiz. Nohat ekan, mana endi yaxshi bo'lar ekan deb. Nima bo'ldi oxiri? Ochiqdan ochiq har kuni O'shdan 3000 ta odam Andijonga kelib, 2 buxonkadan non olib ketsa, 6000 buxonka nonni olib ketyapti degan bahanalar bilan o'rtaga chegaralar qilindi.
hamma davlat o'zini xalqiga borib kelishga yo'l qurib, ko'prik quradigan bo'lsa, O'zbekiston davlati bu ko'priklarni buzdi, bu yo'llarni buzdi, kanallar kavlab chegara simlarini qo'ydi. Agar bu narsani uzoqda ko'ra bilishlik deb aytgan bo'lsangiz, mana ko'ring. Agar O'zbekiston davlati Qirg'izistondan bir farqi bor desam, men bu narsaga ishonmayman. Qirg'izistondagi bor korrupsiya yerda ham bor. Bo'lganda ham katta masshtabda bor. Bugungi kunda O'zbekistonda ekonomikasi rivojlanib ketdimi? Odamlar yaxshi yashab ketdimi? Nima bo'lyapti? Milyonlagan xalqi bugun qulchilikda ishlayapti. Aşerdə organizovanlı pasportlarını oldindan o'zi O'zbekiston territoriyasida olib, qul Qozog'istonga olib chiqib, pasportni bu sotib olganlarga berib, u yerdan Rossiyaga borib, u sotib olganga berib, mana bugungi kunda qanaqa holatda yashayapti. Yoki bo'lmasa uzoqda bilib ekonomikalar yurishib, bugun paxta dalalarida O'zbekiston paxtasini yetkazgan paxtasini robotlar teryapti. Nima o'zgardi? Bu faqat sistema yaratib olib, har kim o'zini sistemasida o'zim tinch bo'lsam bo'ldi degan o'yda hech qanaqa ish bilan shug'ullanayotgan yo'q. Bu eng og'ir, eng bir yomon holatlar bugun O'zbekning boshidan o'tyapti. Biz o'zbeklar shu narsani boshimizdan o'tkazishni kechiryapmiz. Ne adamlarımız öldü. Ne adamlarımız tashqariga chiqib, ne adamlarımız bugün qul bo'lib ishlayapti. Bütün dünya biladi axir. Lekin biz kezi kelganda O'zbekistonda ashundaqa holatlar bo'lganda biz qarab turgan emasmiz. Mana 2005-yilda Anjom voqealari. Shu Anjom voqealariga Qirg'izistondan odam olashmaydi deb o'ylaysiz. Olashdi-yu. Boyamonga o'xshagan narkobaronlar bir pasda xalqni varujat qilib, shu Andijonga odamlarni jo'natishni boshladi-yu. Shuni bilgandan keyin Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov meni telefonimni topib, shaxsan zvon qilib, iltimos qilib, "Uka, mana shu narsalarni iltimos bizni xalqimizga tushuntiring, xalq bilsin, mana shu narsalarni to'xtating" deb so'randi. Biz bilamiz, shu O'zbekiston xalqi biz uchun baribir kerak. Bizga O'zbekistonda tinchligi kerak. Shuning uchun har qancha ishimizni yig'ishtirib qo'yib, shu Boyamonni provokatsiyaga paddavatsa qilmaylar deb bolalarni qaytardik shu yo'ldan. Biz axir O'zbekistonda tashqarisida yashayotgan o'zbeklar bu O'zbekiston davlati uchun katta bufermiz biz. Eng tinchlik maydoni bizmiz. Lekin bizga nisbatan bunaqa munosabat bugun bo'lmayapti axir. Hattoki shundaqa katta qirg'in bo'lganda, hattoki O'zbekiston o'zini territoriyasida bitta shtab ochib turib, O'zbekda ashada rahbarlarini, Qirg'izistondan chiqqan rahbarlarini qo'yib, shu muammo masalalar bilan shug'ullaninglar desa, bugun shu Qirg'izistondagi ahvol sal boshqacharoq ravishda bo'lardi. Buncha xalqimiz xorizor bo'lib ko'chada qolmagan bo'lardi. Hatto shu narsani ham qilib bergan yo'q bizga. Shuning uchun bizni tanobimizni shu oldinlash maktablarimizga yordam bermagandaylar bizni tanobimiz tortilgan. Keyingi savol. Nega O'zbek hukumatı avval siz bilan turli doiralarda murosayi madora qilib kelib, urushdan keyin aloqalarini batamom uzdi? Buning sababini siz nima deb bilasiz? Yuqorida aytdim. Men hech qachon bu O'zbekiston hukumatiman hech qanaqa bir yo'nalishda bir ish olib borgan emasman. Qisman asosiy men olib borgan ishlarimni aytib o'tdim. Shuning uchun işte O'zbekistonda oldin qanday bo'lgan bo'lsa, keyin ham xuddi shunday holatda qoldi. Biz bugungi kunda o'zimizni problemamiz bilan o'zimiz shug'ullanyapmiz. Bizni qo'llab-quvvatlaydigan bir o'zbek davlati yo'q. O'zbek hukumati bu narsaga nisbatan o'zini fikrini bayonot qilgan. Uni hammamiz siz bilan biz yaxshi bilamiz.
Keyingi savol. Siz Qirg'izistonni qanday qilib va qachon tark etdingiz? Men Qirg'izistonda 2010-yili 20-mayda shu universitetdagi uchrashuvdan keyin shu yerda o'zimiz atrofdagi butun hammani to'plab shunaqa Ismoil Isakov, Manbaqit Olimбек Bishkek bilan согласовать qilib shunday masalalarni birgalikda qilsak va shu 3-4 kunga siz chiqib tursangiz degandan keyin men shu 20-shlar kuni chiqib ketganman va shundan keyin men qaytib kirmadim. Chunki meni ustimdan jinoiy ish ochishib, men qilmagan ishlarimni qildi deb meni bir umr qamoq jazosiga tortishdi Qirg'iziston. Shuni buyog'ida bugun mana men Shvetsiyada yashab kelyapman. Keyingi savol. Nega hanuz Qirg'izistondagi qochoqlarning siyosiy boshpana olish masalasi bu qadar chigal? Aytish mumkinki, imkonsiz. Nega? Asosiy bunga sababchi bugun Qirg'iziston hukumati. Qirg'iziston o'zining hisobotlarida butun xalqaro hamjamiyatni oldida Qirg'izistonda hamma yoq qonun doirasiga qaytdi. Hech kimga hech qanaqa nima yo'q. Xavfsiz unaqa qo'rqmasdan kelib yashasa bo'laveradi. Biz qonunni yo'lga qo'ydik. Bunga sababchi bo'lgan odamlar hammasi qonun oldida javob beryapti. Asosiy sababchilar qamalgan va bir to'p bu narsani boshida turganlar o'zbek separatistlari va uchinchi kuchlar degan so'zlarda aytilyapti. Shu so'zlardan keyin xalqaro hamjamiyat ochiqla o'zbek siyosiy boshpana olish uchun chiqqan qochoqlariga boshpana bermayapti. Qirg'izistonga borib yashasangiz bo'laveradi degan ochiqdan ochiq so'zlar aytilyapti. Va undan tashqari albatta Qirg'izistondan chiqqan boshpana, siyosiy boshpana ishlab chiqayotgan odamlar o'ziga boshida bo'lib o'tgan jamiki muammo, masala, shu problemalarni rasmiy ravishda dokumentalniy qilib olib chiqish muammo, problemalari ham sababchi bo'lyapti. Keyingi savol. Oilaviy savollar ham bor. Dunyo o'zbeklari sizning qanday qilib Qirg'izistondagi qudratli kishilardan biriga aylanganingiz bilan birga oilaviy ahvolingiz haqida ham bilishni istadik. Men oilaviy ahvolim, oyalim, 5 ta farzandim bor, 2 ta o'g'il, 3 ta qizim bor. Ular bugun o'qishyapti universitetda va litseyda. Lekin Qirg'izistonda asosan men qanaqa bunday bir qudratli kishiga aylanganimni agar siz shunday deb aytadigan bo'lsangiz, men aytardimki, biz shu 1990-yili sobiq SSR paytida o'zgan o'shda shu o'zbeklarga nisbatan shu qirg'in uyushtirgan. Yana shu Usen Sidikovich, Abdusamad Masaliyevlar va Qirg'iz natsional fashistlari tomonidan shu qirg'in uyushtirilgandan keyin bular asosan o'zgan Jalolobod shaharlarida o'z ichiga olgan bo'lib, biz Jalolobodda barrikada qilib turib bu narsalarga yo'l qo'ymadik. Albatta buni tepasida turgan oqsoqollarimiz ma'lum bir vaqtdan keyin bizni to'plab, bolalar mana biz shu yoshga yetdik. Oldimiz mana 90-80 ga bordik. Endi qo'limizdagi o'zbekning bayrog'ini sizlar olinglar. Olib, endi bundan buyoqqa xalqni boshiga nima ish keladigan bo'lsa, sizlar birlashib, hamma uyushib, birgalikda shu maslahat qilib, shunga nisbatan o'zingizlarda bir munosabatingizni bildirib, xalq uchun xizmat qilinglar. Chunki sizlar shu xalq farzandisizlar deb bizga shu bayroqni topshirgan. Shuni buyog'ida biz 90-yilda Gorbachov chiqargan
qonunlar asosida o'zimizni O'zbek Milliy madaniyat markazini Garisполkomda registratsiya qilib ish faoliyatimizni boshlaganmiz va keyingilarni men sizga aytib o'tdim. Ayniqsa biz shunday bir qattiq chirchatak chiqib, o'zbek qirg'iz orasida katta shunaqa bir qonli to'qnashuvlar bo'lganda ham davlat rahbarlari bunga aralashgan bir paytda, shunda ham O'zbekiston tomoshabin bo'lib turgan va qolaversa bu ishlarda hammasini keyin o'zimiz imkon bor darajada asta sekinlik bilan yo'lga qo'yganmiz. Yo'lga qo'yish davrida bir to'p muammo masalalar yuzaga kelgandan keyin men mana o'zbek maktablarini yuqorida aytib o'tdim. O'zbek xalqini ichidagi bor muammo masalalarga ichidan kirib yondoshib bu ishlarni qilishdi. Asosiy o'zimizga birinchi planda shuni deb bildik. Biznes ishlarimizni asosiy yo'nalishi qayerda o'zbek korxonalari bo'lsa, bular privatizatsiya bo'lgandan keyin, shaxsiy qo'lga o'tgandan keyin ko'proq bu narsani qirg'iz xalqiga ochiqdan ochiq shunaqa siyosat bo'lgan. Buni qirg'izlar olgandan keyin biz ikkinchi qo'ldan sotib olib, o'zimizni o'zbeklar va boshqa millatlar ishlayotgan yerdagi korxonalarni saqlab qoldik, ish joylarini saqlab qoldik, ularni ishlatdik va shularni ish bilan ta'minlashda o'zimizni keng bir yo'nalishda ishimizni olib bordik. Va qolaversa, keyingi muammo masalalarimiz chiqqandan keyin bu kitob, darslik, o'qituvchilar, bu bo'layotgan farzandlarni qayerga borib o'qishlari hammasi muammo masala bo'lgandan keyin o'zim albatta va bir to'p atrofimdagi bolalar bilan birgalikda maktablar qurdik. Ishxonalarimizni qoshidagi detskiy sad bolalar bog'chalarini ishga tushirdik. Ko'p tillik o'quvlarda o'quv darsliklarini detsatdan shu bolalar bog'chasidan boshlab o'qitdik. Litseylarda ochib, keyin universitet, sportivniy zal, katta sport zallari qurib, meditsinsk sentrlar va hokazo shunga o'xshagan ishlarni qilib, bu narsalar o'zidan xalqning xizmatini qilib, shu jarayonda bu shunday kishiga aylanishga asosiy sabab shular bo'ldi. Bugungi kunda bu holatlar albatta qirg'iz millatchilariga bo'lib ham bugungi kundagi qirg'iz davlatining rahbariyatiga, parlamentiga bu yoqmadi. O'zbek farzandlarini bilim olib, yuqori bilim darajasida Qirg'izistonga bir yaxshi grajdanin, shu Qirg'iziston fuqarosi bo'lish yerda ishlab bir hunar egasi bo'lib ishlashini bular xohlamadi. Bizni aks holda xalqimizni imkon bor darajada bor imkoniyatlarini yo'qqa chiqarib, manqurtga aylash programmasi yo'lga qo'yildi. Keyingi savol. Eshitishimga qaraganda siz o'z oilangiz bundan 10 yil oldin Dubayga jo'natib yuborgan ekansiz. Nima bu, siz o'sha paytdayoq istagan va kutilmagan paytda urush bo'lish mumkinligini bilganmisiz? Yo Qirg'izistondagi siyosiy vaziyat barqarorligiga ishonmaganmisiz? Yo, bu savollarning bunga umuman aloqasi yo'q. Meni kenja o'g'lim tug'ilganda buni salomatligiga oid bir ozgina muammo masala chiqqan. Shu masala bo'yicha biz vrachebniy konsulium qilganda Bishkekdagi vrachlar tavsiya qildiki, farzandingiz dengiz bo'yida yashash kerak. Dengiz havosi bo'lsa sog'lom o'sadi. Degandan keyin men butun oilamni to'plab hammasini Dubayga olib borib, Dubaydan shu yerda uy olib, bitta biznes ochib, shu yerda bolalarim o'qib, shu yerda voyaga yetishdi. Bu siz qo'yayotgan savollar hammasi bunga hech qanaqa bir aloqasi yo'q. Keyingi savol. Siz Qirg'izistondagi kelajakni qanday tasavvur qilasiz? Men o'zi asli optimistman. Ko'p holatlarda baribir yaxshilikni o'ylayman. Lekin bugungi kunda Qirg'izistonning ko'rinishini men chet davlatda bo'lsa ham kuzatib boryapman. Qanchalik holva degan bilan og'zida hali shirin bo'lgan yo'q, bo'lmaydi ham. Chunki elga qanday va'da berilayotgan bo'lsa, bu va'dalar birontasi amalga oshgan yo'q. Chunki bugungi parlament bo'lib ham Almaz Atambayev, u ham Akayev davridan boshlab, Bakiyev davridan boshlab davlat strukturalarida ishlagan, bo'lib ham Bakiyev davrida premyer ministr lavozimiga doir ishladi. Siz bilan biz buni bilamiz.
bo'lib ham xalq biladi. U ham qush inida ko'rganni qiladi deb Bakiev davrida u nima ish qilganlarini ko'rdi, lekin bu odam ham bugungi kunda mana shu ishni imkon bor darajada el bilmagan holda o'zi korrupsionniy o'zlarini atrofiga to'plangan komandasi bilan shu ishlarni olib boryapti. Uni komandasiga kimlar kirishini xalq oldindan biladi va nima ishlar qilayotgani, bugungi kunda nima uchun Qirg'izistonda o'sish yo'q, ekonomika o'smayapti, sotsial yo'nalishlar faqat yomon tarafga bo'lyapti, millatlararo munosabatlar o'nglangani yo'q. Hammasi shu qattiq bosim devasiga, qattiq bir zulm, yoki bir totalitarniy sistemani evaziga boshqa millatlarni damini chiqarmasdan o'zlarini atrofida to'planganlarmi, o'zlarini shaxsiy manfaatlari uchun ishlayotgani bugun hech kimga sir emas. Ayniqsa buni yaqqol Qirg'iziston Ma'rif vaziri o'zi shu bir yilgi hisobotida ochiqdan ochiq aytib o'tdiki, biz Ma'rif vazirligini holati bugun agar ochiq sifra bilan aytadigan bo'lsak, maktablarimizni kitob, darslik va shu boshqa nimalar bilan, qo'llanma qurollar bilan ta'mirlash o'zi 65% tashkil qiladi. Maktablarimiz katta remontga muhtoj. Kapital remontga juda ko'p maktablarimiz muhtoj. Bunga kerakli mablag'lar ajratilmayotgan. Mana endi siz vaholanki, bular qanchalik elda oldayotgani. Kimisini og'zidan chiqsa birinchi o'chirit Qirg'izistonni bu Qirg'iz davlati deb aytadi. Qirg'iz tili bu hamma o'rgansin deb aytadi. Qirg'iz elim deb, Qarabbayim elim deb, bu hamma yo'q, shu Qirg'izning patriotik so'zlari bilan aytilib, aslida o'zlarini Qirg'iz tilida o'qitadigan maktablariga ham 100% finansiyadan ajratilganmiz. Bundan tashqari boshqa maktablarda ham o'zbek tilidagi, tojik tilidagi, rus tilidagi maktablarda Qirg'iz tiliga o'tkazasan deb turib, yana xalqni arqaga tashlayotgani bularni bugungi kunga kelajakka tosh otayotgani. Agar sen deydi kelajakka tosh otsang, u senga zambarayman javob beradi degan shunaqa bir Qirg'izistonni ko'rinishi bo'lyapti. Men yaqin o'rtada Qirg'izistonni bir to'g'ri yo'lda o'nglanib ketishini xohlayman, lekin afsuski bu qachon bo'lishini men ko'z oldimga keltira olmayapman. Eng so'nggi savol. Ko'nglingizda dunyo o'zbeklariga, Qirg'iz va o'zbek hukumatiga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, marhamat. Albatta, dunyo o'zbeklari shaxsan Ismat aka sizga katta rahmat. Bugungi mana suhbatimizni asosiy ko'p savollar, qiziqarli savollar qo'ydingiz, lekin bu savollarga bemalol javob beradigan bo'lsak, bu juda ko'p vaqtni egallaydi. Imkon bor darajada harakat qildim. Qisman bo'lsa ham aytib o'tib, buni o'qigan insonlar ozmi ko'pmi Qirg'izistondagi holat bo'lib ham o'zbek xalqiga bo'lgan munosabatlar qanaqa bo'lganligi ikki davlat tarafidan oz bo'lsa ham shu narsalarda aytib o'tdik. Chunki bu narsani aytishimiz kerak. Qachondirki bir xalqimiz bu narsani bilish kerak edi. Rahmat sizga, mana shu narsalarda imkon bor darajada aytib o'tdim. O'ylaymanki bu suhbatimiz yana o'zini davomi bo'ladi deb. Endi bu ikki davlatga O'zbekiston bilan Qirg'izistonga nima deyman? Asosan bularda xalq aytadigan so'zi menimcha endi bundan buyoqqa rol o'ynamaydi. Bular hattoki o'zaro qilingan shartnomalarni ham hammasini chetga surishib qo'ygan. Bir-biriga bo'lgan munosabatlar o'nglanmaguncha bu munosabat faqat bitta odamning shaxsiyatining arkasidan bo'lyapti xolos. Lekin odamlar ham esdan chiqarishimiz kerak albatta. Bu davlat rahbarlari keladi ketadi, xalq qoladi. Shuning uchun men xohlar edimki, ikki xalqni kelajagini o'ylab o'zlarini bugungi kunda shu rahbarlar hech bo'lmasa ozgina shu xalq uchun yaxshilik nomini qoldirib ketsa shu kifoya.